7 millionni sug'urta kompaniya to'lab berish majburiyatini oladi. Kamol opa, avtokredit yoki rassrochkaga olingan mashinani boshida to'lov qilayotganimda sug'urtaga pul to'layman. Endi aytaylik, oradan 1 oy yoki 2 oy o'tgandan keyin mashinam qaysidir noxush holat tufayli ko'chada DTP bo'ldi. Shu holatda sug'urta qanchadir qismini qoplab beradimi bu xarajatlarimni? Albatta qoplab beradi. Ya'ni siz rassrochka yoki avtokreditga oladigan bo'lsangiz, boshlang'ich 30% ni to'laysiz, ya'ni sizga 70% bank kredit yoki rassrochka ajratadi. Bunda agarda DTP bo'ladigan holatda mashina 70% ga sug'urtalangan hisoblanadi. Agarda sizni uşerbingiz 10 millionni tashkil etsa, 7 millionni sug'urta kompaniya to'lab berish majburiyatini oladi. Tushunarli Kamol opa, demak, qanaqadir yo'l transport hodisasi ro'y bersa, endi sug'urta to'lab berar ekan. Buning uchun mendan qanaqa hujjatlar yoki kimga murojaat qilishim talab etiladi? Buning uchun siz o'sha DTP bo'lgandan keyin GAIni chaqirib protokol rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Shu protokol asosida, ya'ni qaror asosida sug'urta polisi beriladi sizga bank tomonidan. Sug'urta polisi asosida sug'urtaga murojaat qilib, o'z pulingizni undirib olish huquqiga egasiz. Tushunarli.